Assalomu alaykum quyosh bozlari. Bugun yakshanba, aprel 6mi? 6-sana, aprel 2025-yil. Biz hozir quyon boqadigan dala hovlimizga keldik. Bu yerda Fazim manzarani olib qo'ygan. Biz asallarni ham boqamiz akalar. Shu asallarni bedadan oladi arilarimiz. Hozir bahor bo'lib manzarani qarab, manzarani bitta qo'yimiz maza qilib. Bu yerlar yangi uchastkalar, yangi chek deyiladi biz tomonlarda. Xudo xolasa ketdik-a, quyonlarimiz, yangi quyonlarimiz kelgan, onasidan ajratganmiz. Fazim sheben olib qo'yginmi? Ikkita quyon sotib mahallaga sheben bosib berdinglar. Foydasi ham bor ekan. Endi ana 3-4tasini sotsa asfalt qilamiz, ha? Ha. Arilarimiz, xudo xolasa yangi quyonlarimiz onasidan ajradi. Onasidan ajratib, sutga yaxshi to'ydirib, 2 oy onasidan 2 oy onasi bilan turdi. 1-fevralda tug'ilgan Rex gepardlarimiz. Yangi dalmatinlar ham kelgan, samka. Yangiliklarni ko'ramiz. Quyoncha akalarimizdan keyin bugun yakshanbaligi uchun hozirga dam olish. Bilasan, 1-fevralda tug'ilgan. Yaqinda o'yinda. Bular mo'yloqlari ham qaraydigan ustalari. Mo'yloqlari qo'ng'iroq bo'lsa, tozasi bo'lar ekan. Ichida mana Yaponiya ham chiqqan. 4 urg'ochi, 2 ta erkak. Rex gepardlar. Bilasan? Rex yaqindan bunday yonboshdan olib shoshilmasdan. Ko'ngillar. Qarasi sutga to'ydi, yaxshi holati. Bo'ldi, mana dalmatinlarni olib qo'yinglar. Ana kelajakka Rex dalmatinlarimiz urg'ochi, xudo xolasa yana ko'paytiramiz. Qishda dona hol bu katta bo'lganda juda chiroyli bo'lib ketadi. Olasizmi? Bu holi ko'pidan dalmatin. Buni mehrini endi ushlab ko'rganingizdan keyin bilasiz, mehr yo'nalishdagi quyonlar. Xohlasa boqinglar akalar. Yangi qonlarni olyapmiz biz ham. Xohlasa bugun yakshanba bandachalarimiz o'qlasin. Yo, tushib ketibdi, uzatilib bitta olib. Onasi maza qilyapti. 3 ta urg'ochi, 3 ta erkak ekan, hozir. Xohlasa bular 28 kunlik bo'ldi. Emizayotganini olib qo'ying-da, yapon. Mashalloh, mehribon ekan-da. Tepadan. O'no qo'shganlarimiz ham olib qo'ygan. Mana bu qo'shib qo'ydik, dam olib yotishibdi. Bu nari sotuvda quyonlarni ham olib qo'shib qo'ygan, o'ynashyapti mesela. Ne bor yaqinda olib qo'yasan, ha? Gilosimiz orqasi gullarda. Vaqtsiz bo'lganda mana qilib setkalar bilan yerlarga qo'yib qo'ysanglar, yerda sog'lom bo'lib maza qilib yuradi. Quyosh tushmasa bo'ldi, hozir bugun quyosh yo'qligiga biz qo'yib qo'ydik. Bo'lmasa yerda ham olayvergan. Urg'ochisi ko'p, bu yerda ham otasi gavani, onasi oq qoroq yo'lda. Qo'ng'iroq qilinglar. Yo'llarimiz sotilyapti. Oz qolyapti. Uyga olinglar. Bu xo'rozimizni olib qo'ying, ba'zi esdalik.